Ertaga ayrim joylarda kuchli shamol ko'tarilib qor yog'ishi kutilmoqda. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet ertaga 7-mart kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Qorga aylanishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 0.5 daraja iliq, kunduz kuni 5-10 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda qorga aylanishi kutilmoqda. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr/sekundgacha kuchayadi. Navoiy viloyatining ayrim joylarida esa 25-30 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduz kuni 7-12 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr/sekundgacha kuchayadi. Jizzax viloyatining ayrim joylarida esa 25-30 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduz kuni 7-12 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kuni 10-15 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduz kuni 7-12 darajalik bo'ladi.